Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Srochni mashina sotiladi. Bunda ko'ryapsizlar. Haligidagi shokoladnimi, молочныйmi, shunday молочный svetdan Opel Sedan 97-yil. Yana aytma 97-yil mashin. To'liq hali benzin. Bir kishi minilgan. Keyin yaqinroqdan olamiz. 41 ming somon yana arzon bo'ladi. Kolxozobod, Tashrobod, Eshan qishloqda. Keyin bir salonni ko'rsataylik. Buna bu nima deydi? Pribor oldi tarafi. Rolga taraf ana yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mashina toza, faqat talabi benzin quyasiz, haydaysiz. Orqasiga kelayotgan bo'lsak, uni orqasi bilan toza, orqa salon. Mashinaning orqasidan olamiz keyin. Birinchi joyda sarapina yo'q, narsa yo'q, kuzovda vaqti toza. Lekin arziydi, 41 ming somon yana muomalasi bor. Mana bu tarafdan ham ko'rsatamiz. Mashina juda yaxshi, inshaalloh barakat topasiz olsangiz. Xullas shunday mashin. Kimga interesli bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasiz, adresi yana Kolxozobod. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'linglar. Agar yana atasini umraga jo'nataman desa, mana shu yerga qilsa bo'ladi. Men boryapman inshaalloh. Mening nomerlarim shu kishidan olsangiz bo'ladi. Shu